Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Tayland siyasi panoh tilab turayotgan 40 yoshlik Mattoxtimat Tursun ismlik Uyg'urning bu yil 24 aprel kuni Bangkokning IDC Suan Filo turmusida vafot bo'lganlik munosabati bilan bugun, ya'ni 5 may kuni Taylandning Myunxendagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazib, Tayland hukumatidan Tayland turmalarida 2014 yildan buyon tutib turilayotgan barliq Uyg'urlarni darhol shartsiz holda qo'yib berishni, ularning turmush sharoitini yaxshilashni va BDT musofirlar oliy komissarligining munosabatli organlari bilan yaqindan hamkorlashib, Taylandga Uyg'urlarni 3-bexatar davlatga chiqib yerilishiga sharoit tayyorlab berishni va BDT musofirlar oliy komissarligining munosabatli organlari bilan yaqindan hamkorlashib, Taylandga Uyg'urlarni 3-bexatar davlatga chiqib yerilishiga sharoit hozirlab berishni talab qildi. Namoyishda inglizcha va nemischa tillarda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Qurultay Yoshlar Komitetining mudiri Erkin Sununlar 2014 yildan buyon Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning turmush sharoitining nacharligi va Tayland saqchi doiralarining ularga tutgan g'ayri insoniy muomalasi sababli ko'plagan Uyg'urlarning turmada har xil kasalliklarga mubtalo bo'lib, orqa-orqadan hayotdan ayrilayotganligini, Tayland turmalarida turayotgan Uyg'urlar duchor bo'layotgan bu xil ichinishlik hodisining chet ellardagi Uyg'urlarning qattiq noroziligini qo'zg'aganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Tayland hukumatining Uyg'urlarning sadosiga va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining chaqiriqlariga quloq solishga chaqirdi. Namoyishning oxirida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi qatorliq 50 ga yaqin Uyg'ur tashkilotining birlashma imzosi bilan Taylandning Germaniyadagi bosh elchisi Nadhavatna Krishnamra va Myunxen bosh konsuli Prapimpim Parachun Pachanoklarga yozilgan talab xati Zumratay Erkin tarafidan konsulxona xodimlariga topshirib berildi. Talab xatida Xitoyning Uyg'urlar ustidan rayimsizlik yurgizayotgan bostirish siyosatlari tufaylidan ko'plagan Uyg'urlarning Xitoyning ziyonkashligidan qutulish uchun Tayland va boshqa davlatlarga qochib chiqib panoh tilashga majbur bo'lganligi. 24 aprel kuni Bangkokning IDC Suan Filo turmusida vafot bo'lgan 40 yoshlik Mattoxtimat Tursun ismli Uyg'urning dal shularning biri ekanligi va 2014 yil 3-oydan buyon Bangkokda tutib turilayotganligi, turmush sharoitining favqulodda nachar bo'lishi, oziqlik yetishmaslik, davolanish imkoniyati bo'lmasligi sababidan 2014 yildan buyon 5 nafar Uyg'urning Tayland turmalarida hayotdan ayrilganligi va bu xil g'ayri insoniy hodisaning chet ellardagi Uyg'urlarning va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligini paydo qilganligi eskartib o'tildi. Talab xatida yana navbatda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarining bir hukumat va 10 parlament tarafidan rasmiy qabul qilinganligi eslatib o'tildi. Va hozir Bangkokdagi IDC Suan Filo turmusida va Taylandning boshqa rayonlaridagi turmalarda 50 nafar Uyg'urning tutib turilayotganligini, Tayland hukumatining bu Uyg'urlarni shartsiz holda darhol qo'yib berishini, ularga qartilgan uzun muddatli tutqunga xotim berib, demokratik davlatlar bilan hamkorlashib ularning 3-bir davlatga chiqib panohlanishga imkoniyat yaratib berishini, navbatchi turmalarda yetayotgan Uyg'urlarning turmush sharoitini darhol yaxshilashni, BDT musofirlar oliy komissarligining munosabatli organlari bilan yaqindan hamkorlashib, sharoit hozirlab berishni talab qilganligi ko'rsatildi. Tayland siyasi panoh tilab turayotgan 40 yoshlik Mattoxtimat Tursun ismli Uyg'urning turmush sharoitining favqulodda nachar bo'lishi sababi bilan vafot bo'lganlik voqeasidan keyin Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bayonotlar e'lon qilib, Tayland hukumatini Tayland tutib turilayotgan Uyg'urlarni darhol qo'yib berishni talab qilgan edi. Dunyoning har qaysi ellardagi Uyg'urlar cheksiz iftixorlanish va g'ururlanish tuyg'usi bilan 5 may Uyg'ur do'ppi madaniyat bayramini qutlaqlashdi. Do'ppi Uyg'urlarning simboli va milliy kimlik belgisidan iborat. Ajdodlarimizning bosh kiyimlariga Uyg'urlar tarixida e'tiqod qilgan aqida va go'zallik qarashlari, tarixiy an'anasi, Uyg'urlarning udum bo'lib kelgan urf-odatlari va milliy xoslik mujassamlangan do'ppa Uyg'ur bosh kiyimlarining cho'ng bir turi bo'lib, uzoq tarixdan buyon Uyg'ur kimligini ifodalaydigan milliyat va madaniyat qatlami intayin cho'nqur bo'lgan yorqin milliy belgi bo'lib kelmoqda. 2009-yildan keyin Uyg'urlar orasida do'ppa bayrami tadrijiy umumlashib, Uyg'ur milliy kimligining yorqin simboliga aylandi. Shundaqla Xitoyning madaniyat assimilyatsiyasiga qarshi Uyg'urlarning milliy irozini ifodalaydigan bosh kiyimga bo'lib qoldi. Do'ppa Uyg'ur bosh kiyimlarining ichida mayli shakl va nusxa turlarining ko'pligi jihatdan bo'lsin, yoki gul naqshlarining mo'lligi va rangining jazbidorligi, shundaqla iste'mol doirasining kengligi jihatdan bo'lsin, mutlaq ustunlikda turib kelgan. Uyg'ur do'ppilarining eng tipik alayliklaridan biri rayon alayligi kuchli bo'lib, har bir yurtdagi do'ppilarning turlari bir-biridan farqlanib turadi. Shundaqla ro'shan yerlik alayliklarni ifodalaydi. Uyg'ur do'ppilari amaliy ishlatish qimmatiga ega bo'lib qolmasdan, balki yana belgilik iqtisodiy qimmatga, yuqori badiiy zo'qqa va kuchli milliy simvollik ega kiyim-kechak turidir. Do'ppi o'z navbatida faqat bir moddiy buyumli bo'lib qolmasdan, ma'lum ma'nodan aytganda simvollik tusi qo'yiq bo'lgan belgidir.
Uyg'ur xalqi o'zining ro'yi dunyosini, san'atga bo'lgan ijodkorligini va tabiatdan olgan go'zallik qarashlarini do'ppiga singdirgan bo'lib, o'ziga xos nafis va rangarang do'ppilarni ijod qilgan. Do'ppining yuzidagi har bir rang, har bir naqsh yoki har bir siziqqa Uyg'ur xalqining go'zallik qarashlari, iztiroblari, diniy e'tiqod aqidalari va birlik ittifoqlik ro'yi mujassamlangan. Do'ppi yuqoridagi afzalliklari bilan Uyg'urlar yoqtirib kiydigan, shundaqla eng qadrli kishilarga sovg'a qiladigan bosh kiyimga aylangan. Egilenishicha, Uyg'ur do'ppi bayramining eng dastlabki tashabbusi 2009-yili 5-oyning 4-kuni 30 ga yaqin Uyg'ur ziyolisining Urumchida yig'ilib bosh qo'yishi bilan o'ttirib qo'yilgan ekan. Shu qatimliq yig'ilishda har yili 5-oyning 5-kuni Uyg'ur do'ppi bayrami o'tkazish muzokara qilingan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining munosabatli o'rinlaridan bu to'g'risida tasdiq ala olmagan ekan. Shundaq bo'lsa-mu, ijtimoiy taratqularning ta'siri natijasida 2010-yili 5-oyning 5-kunidan boshlab Uyg'ur do'ppi bayrami avom orasida umumlashib, har yil tabriklanadigan bo'lgan. 2016-yildan keyin Xitoy hukumati millionlagan Uyg'urni milliy va diniy kimlik tufaylidan lagerlarga solgan bo'lg'achqa, Sharq Turkistonda bu bayramni tabriklash tugul tilga ilishga imkoniyat bo'lmagan. Shunlashqa bu xil madaniyat faoliyatlari faqat chet ellardagi Uyg'urlar orasida davom qilib kelmoqda. Uyg'urlarning hozirgi zamonda bosh kiyimlarining soni 50 xildan oshadigan bo'lib, muhojiratga Uyg'urlar 5-may do'ppi bayramini Uyg'urlarning Xitoy hokimiyatining mustamlikchiligiga, tajovuzchiligiga, madaniyat qirg'inchiligiga qarshi qaytargan javobi deb qaramoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 5-may do'ppi madaniyat bayrami munosabati bilan ko'p xil tillarda tabrik filmi tarqitib, xalqaro Uyg'urlarni qo'llashga va qo'g'dashga chaqirdi. Assalomu alaykum. Aziz vatandaşlar, do'ppi bayramımızga mübarek olsun. Bonne journée internationale Doppa. Assalomu alaykum. Dünyanın her türlü yerlerindeki aziz şartdaşlarım, kendaşlarım, hemmemizdeki do'ppi bayramı mübarek olsun. Liebe Freunde, ich gratuliere euch mit dem internationalen Doppeltag. Gelukkig Doppadag. Doppa bayramımız kutlu olsun. Jag gratulerar er alla för Doppadagen. Gratulerar med Doppadagen. Jag gratulerar er på Doppadagen. Hello everyone, happy Doppa Day. Doppa bayramımızga mübarek olsun. Wir gratulieren zum Internationalen Doppertag. Gefeliciteerd met Doppadag. Hej kaikille, hyvää doppapäivää teille. Kiitos. Gratuliere euch zum Doppeltag. Ассаламу алейкум. Поздравляю вас с Международным днем Допа. Onundan başqa yana Qırğızstandagi Uyg'ur yoshlarimi ijtimoiy taratqularda 5-may do'ppi madaniyat bayramini tabriklashdi. May günü Kişilik Hüquqni Küzetiş Təşkilatı tərəfindən elan qılınan dokladda Xitay hökuməti təkidləvatqan atalmış terrorluq və zoravallıqның nemini göstərdiganlığı və sansızlığan begunoh Uyğurlarning yanfonning qurboniga qandaq aylanganligi ko'p taraflamalik dalil isbotlar bilan yana bir qatim yoritib berildi. Kişilik Hüquqni Küzetiş Təşkilatıning tekshirish gruppasi Sharq Turkistondagi soqchi doiralari terrorluq chetishlik deb mavzu qo'ygan 50 mingdan ortiq yanfon hujjatini bir-birlab tekshirib chiqqan bo'lib, bularning hammasi Xitoy hökuməti yuqori fan texnikaning yordamida ijro qilayotgan g'oyat zo'r nazorat mexanizmining oxir xulosasi shaklida toplangan uchurlar hisoblanadi. Bu uchurlarning mutlaq ko'p qismi 2017-yildan 2018-yilgacha bo'lgan mezgilda to'plangan bo'lib, Urumchi shahridagi 11 million qitimliq yanfon tekshirishdan hosil bo'lgan. Buningda Xitoy soqchi sistemasi Saptor muhofazachisi nomidagi maxsus mazmun tekshiruvchi appning barliq kishilarning yanfoniga o'rnatishi lozimligini belgilagan bo'lib, bu xilapni o'rnatmaslikning o'zila nurg'un kishining lageriga qamilishiga sabab bo'lgan. Ayni vaqtda har qaysi axborot vositalari, jumladan Erkin Osiyo radiosi bu xil appning roli hamda xatarlik mazmunni bayqagan hamon soqchi sistemasiga avtomatik xabar yetkazish rol o'ynaydiganligi to'g'risida ma'lumot bergan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tayyorlab chiqqan bu qatimliq dokladda Xitoy hukumati ta'kidlayotgan terrorlik va zo'ravonlikning xalqarodagi o'rtaq ta'birdan g'oyat zo'r darajada farq qildiganligi nuqtaliq bayon qilindi. Bo'libmi siyosiy, diniy yoki ideologiya jihatda mayli boshqa shaxslarga bo'lsin yoki jamiyatga bo'lsin hech qanday ziyon zahmati bo'lmagan hodislarni Xitoy hukumati birdek terrorlik deb xulosalagan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati tuzib chiqqan terrorlikqa qarshi turish haqidagi qonun nizomlar ana shu yo'sinda kishilarning aqalli haqlarini terrorlikqa bog'lab chiqqan hamda mush orqali ziyonkashlikni ijro qilgan. Urumchi shahridagi 1000 kishining delosi bo'lib, bular 1400 yanfonni tekshirishdan keyin hosil bo'lgan. Ammo bularning 57% Qur'on Karimning to'liq nusxasi yoki qisman oyatlari tushirilgan
telefonlar bo'lib, bu xildagi islomiy tekstlar bayqalganlik telefonlarning egisi terror gumondori qilib bekitilgan. Uningdan boshqa Sharq Turkiston mustaqillik harakati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Erkin Osiyo radiosi qatorliq tashkilot yoki organlardan tushirilgan, ammo terrorlik bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan har qanday surat, ovoz hujjati yoki video hujjati bayqalgan bo'lsa, ularmi terrorlik kategoriyasiga mansub qilingan. Bularning ichida kofirlarga qarshi jihadga atlanish temisidagi mazmunlar 4% ni egallaydigan bo'lib, Sharq Turkiston atalg'usi qo'llanilgan mazmunlar 6% ni egallagan. Ammo bu telefonlarning egisi 100% lik nisbatda tutqun qilingan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining mazkur doklati e'lon qilingandan keyin har sohaning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Bo'libmi g'arb dunyosidagi davlatlar ta'minlagan yuqori fan texnika vositalarining Uyg'urlarni bostirishga qanday tatbiq qilinishi har sohani bekmi cho'chitdi. Texmi muhimi ularning Xitoy hukumati ta'kidlayotgan terrorlik va zo'ravonlikning ta'birini tog'dek isbotlar bilan inkor qilishi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotini bu masalani tekshirishga chaqirishi har sohaning olqishiga erishdi. Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazi yaqinda Xitoydagi islomdan qo'rqish va musulmon davlatlarning uning tutgan pozitsiyasi nomli bir doklad e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning davlat ichidagi islom bilan xalqarodagi islomga tutgan qo'sh o'lchimi va ikkiyuzlimchilik atrofli va ilmiy usulda sharhlangan. Mazkur doklad Xitoydagi islomdan qo'rqish, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmonlarga hujum qilishi, Xitoyning islom dunyosida ilib borgan xato va yolg'on uchur tashviqoti hamda buningga ishlangan yoki ishlashni tanlagan musulmon davlatlarning Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa parvo qilmasligi qatorliq muhim nuqtalar yoritib berilgan. Xitoydagi islomdan qo'rqish degan temada Xitoy Kompartiyasining din qarashi, islomni chet elliklarning dini deb qarab musulmonlarni kamsitishi va islom dinini xitoychilashtirish qatorliq masalalar bayon qilingan. Xitoyning Sharq Turkistonda diniy ma'rifni cheklashi, diniy olimlarni bostirishi, Qur'onni ko'ydirishi, masjid mazorliqlarni vayron qilishi, namoz suralari va duolarni o'zgartishi, diniy qoidalarni amaldan qoldirishi, Uyg'ur bolalarning musulmonlik kimligini yo'q qilish qatorliq masalalar o'ttirib qo'yilgan. Xitoyning islom dunyosida ilib borgan xato va yolg'on uchur tashviqoti degan temada Xitoyning davlat taratqulardan foydalanib butun dunyoda ko'zbo'yamchilik tashviqoti ilib borganligi, musulmon ellarga Xitoy o'maklarini avatganligi va ularni Xitoyga taklif qilganligi, haj diplomatiyasi ilib borganligi, Afrika va musulmon ellarga qandaqdir insonparvarlik yordam qilganligi bayon qilingan. Musulmon ellərinin pozisiyasi degan temada İslomiy hamkorlik tashkilotining Uyg'urlar masalasidagi mag'lubiyati, Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani orqali musulmon ellarni jimiqtirganligi, Xitoyning turk islom ellari, arab islom ellari, Janubiy Osiyo musulmon ellari, jumladan Pokiston, Malayziya, Indoneziyaga singdirgan g'oyat zo'r ta'siri va ularning Uyg'urlar masalasiga tutgan pozitsiyasi ko'rsatib berilgan. Uyg'ur tadqiqot markazining ijroiya direktori Abdulhakim Idris bu vaqt matbuotlar qilgan so'zida Xitoyning bir yoqdan Sharq Turkistonda diniy zulm va irqiy qirg'inchilik ilib borsa, bir yoqdan musulmonlar dunyosini aldayotganligini, bu dokladni tayyorlash orqali Xitoyning bu jinoyatini fosh qilib, musulmonlarning Xitoyga bo'lgan tonishini o'zgartirish va Xitoydan ho'shyor bo'lishga undamoqchi ekanligini bildirdi. U mundaq dedi: Xitoyning yolg'on tashviqotiga qarshi kurash qilish nihoyat qiyin, chunki ular buningga necha 10 milliard dollar sarf qildi. Biz Xitoyning islomga qarshi urush ochganligini to'liq paketlar bilan ko'rsatdik va Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib berayotganligini ochiq o'tirib qo'ydik. Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazi 2020-yil 12-oyda Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq bosh taftishi Abdulhakim Idris efendimning bevosita riyosatchiligida qurilgan edi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.